Mana shu mashinani senga oldim. Qali, yoqdimi? Bilaman, ertalab sendan ranjitdim. Endi biroz qizishib ketdim-da. Mendan xafa bo'lmagin. Qani endi bitta kulchi. Rasm uchamiz. Ha? Instagramga qo'yamiz, ha? Meni erim bizni hayotimizni ijtimoiy tarmoqlarga joylab, baxtli yashayotgandek ko'rsatadi. O'zini menga mehribon va suyukli umr yo'ldoshdek tutadi. Aslida esa bunday emas. Qani, kommentariyalarga nima deb yozishibdi? Sizga juda havas qilaman. Dunyodagi eng baxtli ayolsiz. Hammaga ham mehribon yor nasib qilsin. Qaniydi hammasi sizlar ko'rib turgandek bo'lsin. Janjal oddiy narsalardan kelib chiqadi. Bir kuni eshikni vaqtida ochmaganim tufayli menga qo'l ko'tardi. Keyin esa hech nima bo'lmagandek har xil sovg'alar bilan meni ko'nglimni ko'tarishga harakat qiladi. Meni kechir. Endi bo'lib turadi-da endi. Oila degani bu bir xilda ketmaydi-ku. Endi bilmasdan qo'l ko'tarib yubordim. Qara senga nima oldi? Tilla olgan edim. Chiroyli, ha? Agar yana shunaqa qilsangiz, uydan ketaman. Ketaman? Nima senga yetishmayapti? Hamma yo'q bo'lsa, aytgan narsalaringni olib berayotgan bo'lsam. Menga bunaqa qimmatbaho sovg'alar, odamlarga ko'z-ko'z qiladigan boylik kerak emas. Menga sevgi kerak. Sevgi? Hozir kelaman, ishlarim bor. Yaxshi borib keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, kelin? Siz Ravshanbekda ayolisiz, a? Ha, shunaqa. Oyda ekansiz, ko'z tegmasin. Biz qo'shnilar bu Ravshanbekni biror bir aktrisani boshini aylantirib tegib oladi deb yurgan edik. Tushunmadim. Ha, endi uyga kelib ketib yuradigan qizlarni ko'rganmizda. Mayli, shoshib turgandim, chiqing. Erim haqidagi haqiqatlardan xabar topgach, dugonam bilan ko'rishib, bir reja qilishga qaror qildik. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Erimni sevgan ayoli bor. Nima?